sizman biz Ubay ibn Adi roziyallohu anhuning nomlariga atalgan bir masjidda o'tiribmiz. Bu joyda ulug' sahobiy kirom Ubay ibn Adi roziyallohu anhu shahid bo'lgan joy. Janob payg'ambar alayhisolatu vassalomga Madina-i Munawvarada iymon keltirgan bu Ubay ibn Adi roziyallohu anhu Avs qabilasidan. Bu zotda janob payg'ambar alayhisolatu vassalom bir xabarni bilib kelishlik uchun jo'natadilar. Atrofda bir tekshirib kelishlikka va u mushriklar bu odamni zotni tutishib oladi. Tutib Makkaga olib kelib sotadi. Va Makkaga olib kelib sotilganda bu Badrda bir odamni otasini o'ldirgan bo'ladi. Haris ibn Amrni o'ldirgan bo'ladi. Bu zotning o'g'illari bu Ubay ibn Adi roziyallohu anhu ushlashib turib sotib oladi ulardan, mushriklardan va mana shu mintaqaga olib keladi. Ya'ni haramdan tashqariga olib chiqib o'ldiramiz deydi. Ya'ni haramni ichida o'ltirsak gunohkor bo'lib qolmaylik deydi-yu, haramni tashqarisiga. Mana shu Oysha onamizning masjidlarining oldi mana shu joy, haramdan tashqari joy deydi. Mana shu yerda o'ltiramiz deydi. Va kres yasaydi. Yog'ochdan yasab turib bu kishini mana shu kresga mahkam qilib baylashadi. Baylab turib Abu Sufyon aytadiki, hamma odamlar bu mushriklar deydi. Ya'ni nayzatga hammasi bu narsalar oladi. Nayzalar bilan bu kishini shahodat qilishlik uchun tayinlanib turishadi. Ubay ibn Adi roziyallohu anhu aytadilarki, 2 rakat namoz o'qiganay bo'lmasa. Mayli deydi. Bu kishi 2 rakat namoz o'qidi. 2 rakat namoz o'qib bo'lgandan keyin aytadilarki, agarda o'qiyapti demaganinglarda yana uzoqroq o'qirdim deydi. Mana shu Ubay ibn Adi roziyallohu anhuning sunnatlari har bir odamning boshiga bir o'lim kelganda 2 rakat namoz o'qib qo'yishlik shu kishidan sunnat qo'ygan. Va u kishini masjidda shahid qilishadi. Bu odam o'layotganda duo qiladi. Ey Parvardigorim, bularni adadini kamaytirgin deb. Ey Parvardigorim, mushriklarning adadini kamaytirgin deb duo qilib, yana qattiq duo qilayotganda Abu Sufyon qo'rqib ketib turib, yuragiga bir nayza urib turib o'ldirib qo'yadi. Va bu odam o'layotganda yana bir duo qiladi. Ey Parvardigorim, meni shahodatimni Rasulullohga yetkazib qo'ygin deb. Va bu kishini shahodatini Rasululloh yetkazadi va janob payg'ambar alayhisolatu vassalom sahobalarni yig'ib turib, kim jasadini olib keladi? Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu aytadilar, men olib kelaman ya Rasululloh deydi va ikkita sahoba bilan yo'lga chiqib kelishadi. Shu yerdan u kishiga shu tojda yerda turganini ko'rishadi, bu odamni oladilar. Olib turib yana bir odam narada bir sharpasi ko'rib qo'yganda u sahobani biriga qo'yishib turib, o'zlari haligilarni oldiga chiqadi va ular bilan so'rashib, bu yerda nima qilib yuribsizlar deydi. O'zimiz yuribmiz, o'zimiz ishlarimiz bilan deydi. Hali mushriklar ketgandan keyin sahobani jasadini olamiz deb qarasa yo'q bo'ladi. Ya'ni bu kishini Alloh taolo o'zi dafn qilib qo'ygan. Mana shu Tanaim yerlariga. Qayeriga dafn qilgan Alloh taolo hech kim bilmaydi. Alloh taolo dafn qilgan sahoba bu Ubay ibn Adi roziyallohu anhu. Mana shu yerda shahodat topganlar. Mana u kishining sharaflariga inshaalloh mana shu yerda bir chiroyli qilib Tanaim o'rtasiga mana shu yerda masjid qurib qo'yganlar. Alloh subhanahu va taolo masjid qurganlardan rozi bo'lsin. Ubay ibn Adi roziyallohu anhudan Alloh rozi bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Assalomu alaykum.